meva-chevalar deydiku, shular haqida. Assalomu alaykum hammaga. Xitoyda ba'zi bir mevalar bor, juda ham mashhur. Sizda aytishim mangustin deyiladi. Mangustin. Bu mevalarning qirolichasi deb atashadi. Bilmagan nimaga, tepasidagi tojga o'xshab turganligi uchun bo'lsa kerak adashmasam. O'tgan safar yaqinda yeb ko'rgan mevamizni esingizda bo'lsa, durian degan. Durian hidi yomon. Ozroq badbo'y, lekin mazasi juda ham shirin. O'shani Osiyo mevalari ichidagi qirol deyshadi. Mevalarning qiroli deyshadi. Demak, qirolichani ham topdik. Qirolichani ham topdik. Bu meva o'zi ko'rsangiz, ichini ochgandan keyin xuddi paxtaga o'xshaydi. O'shanda, ya'ni aytilishiga ko'ra shunaqa. Danaklaridan ajratib olib yeyish kerak. O'sha danaklardan ajratib yeyishingiz kerak. Juda ham qiziqarli meva. Hozir bitta-bittadan olib ko'ramiz. Masalan, mangustinni ham ochib ko'rdik. Mangustinda ham vitamin C juda ham ko'p. Xitoyda o'siriladi. Masalan, dunyoning ko'p davlatlarida yo'q-da. Ichini yeb ko'ringchi, ehtiyotkorlik bilan olib. Menimcha har bittasini